Ayni paytda mening yonimda ikkinchi bosqich ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan, lekin kasallikni erta aniqlash natijasida bugun butunlay sog'ayib ketgan bemorimizning fikrlariga quloq tutamiz. Men Jabborova Shohista, Jizzax viloyati Zomin tumanidanman. O'sha ko'krak saratoni ikkinchi bosqichi bilan kasallanib, Jizzax shaharidan o'sha Toshkentga keldim. Tuxumda bez borligini 8 oy oldin bildim. Va o'sha vaqtida lecheniyalar davolanib, yaxshiman, Allohimga shukr, doktorlarga rahmat, In Medical klinikasidagilarga ming rahmat. Hammaga tavsiya qilgan bo'lardim, o'sha klinikaga kelib turib, o'zlarini vaqtida tekshirtirib, sog'liqlarini bilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Kasallikni erta aniqlagandan so'ng o'zingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qanday holatga tushdingiz? Tushkunlikka tushdim, endi ozroq unchalik emas. Xursand bo'lib, tushkunlikka tushmay, faqat xushchaqchaq bo'lib yurish kerak ekan odamzod. Xursand bo'lib yursangiz, xushchaqchaq, men kasal emasman deb o'zimga o'zim shunaqa motivatsiya berdimki, shu nimadan chiqib ketdim, stress holatdan-da. Hozirda hech qanaqa shikoyatim yo'q. Shunchaki o'zimni yana bir tekshirib ketishga keldim bu klinikaga. Kasallikni erta aniqlab, bugun butunlay kasallikdan qutulganingiz va sog'lom holatda sizni safimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat sizga. Sog'lom turmush tarziga amal qiling, o'zingizni ehtiyot qiling.